أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله تعالى iltifat bilen Sure Bakara'nınki 155. ayeti keldik. Allah Teala bu ayeti şundaq deydi. Estaizu billah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Yani biz sizlarni bir oz qo'rqinish bilan, bir oz qahatchilik bilan va mollaringlarga, jonlaringlarga, bolalaringlarga, ziroatlaringlarga yetadigan ziyon bilan cho'qim sinaymiz. Beşil kelgen musibet, ziyan, zahmetlerge sabır kılışlarga cennet bilen xush bisharat bergin. Ularga birer musibet kelgen çağda ular biz elbette Allah'ın igdarçılıklarımız, yani Allah'ın bendelerimiz çokum Allah'ın dergahı qaytımız deydi. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Yani minel havfi diyen yani düşman taraftan kelgan şunda korkunuş bilen sizlarni sınaymayız demek ekan. Ve cu'i degan açlık, yani qahatchilik bilen. Ve naqşun minel emvali. Yani mal dünyalarınlarınki halak kılış arkalık kemiyip ketiş bilen demek. Canlarınlarga kandak musibet yetidi dese, öldürülüş bilen, ya ölüp ketiş bilen, türlü keseller bilen. Ve semerat degen, şu ziraatlarınlarga, meyveçilerinlarga türlü bala kazalarınki yetişi bilen aşına sınayımız. Yani elbette sınayımız sizlerini qarashimiz sinash orqali qaraymiz, sizlar sabr qilamizlar yoki sabr qilolmamsizlar degan shunda qaraymiz o'tini. Ya'ni bu dunyo imtihon dunyosi. Alloh taolo bu dunyoni imtihon dunyosi qilib yaratgan ekan. Ba'zi bandalarni işte berib sanaydi, ba'zi bandalarni bermay sanaydi, ba'zilardan berib bo'lgandan keyin tortib olib sanaydi. Bu hammasi sinoq. Bu sinoqlarga qarata bizning qanday pozitsiyada bo'la olishimiz bu bizning iymonimizni, ilmimizni belgilaydi ekan. Şoňlaşqa bunun qarta her bir mümin oldu bilen yaxşı ilim eriş gerek. Onunkin imanını güçlendirip muşundaq ahvallara qarta tayyorlik qilib turish kerak ekan. Lekin bunda bala qazalarning kelishini kutish yaxshi emas. Uni bala qazalarning kelishini kutmaymiz, uni Allohdan tilamaymiz. Alloh taoladan afiyat so'raymiz. Afiyat so'raymiz-yu, lekin bunda bala qazalarning kelib qilishi hamda Alloh iroda qilib qolsa hamda kelib qoladi. Kelib qolgan vaqtda shunga sabr qilishimiz kerak ekan. O'sha sabr qiluvchilar qarta Alloh taolo jannat bilan bishorat bergan deyapti. İşte bala qazolarga sabr qiluvchilarga jannat bilan bishorat bergan. U sabr qiluvchilar qanday odamlar desa, ularga bir musibat, ya'ni bala qazo yetgan chaqda inna lillahi va inna ilayhi roji'un deydilardir. Her qanday bir musibat beshimizga kelsa, mayli u kichik bo'lsin yo cho'ng bo'lsin, darhol biz vaysimasdan bu menga Alloh tarafdan kelibdi deb darhol mushu istirjo kelimesini deyarsak, mana bu bizning iymonimizning quvvatini ifodalaydi ekan va biz sabr qiluvchilar qatoridan bo'la oladi ekanmiz. Inna lillah degan mulkan va abidin. Ya'ni biz Alloh xosturimiz. İgidorchilik jihatda, qulluq jihatda. Ya'ni biz Allohningki igidorchilikdagi Allohningki qullari bizning, Allohning bandalari. Alloh taolo bizga shunda bo'lgan ekan, Alloh bizga o'zi xohlagan ishni qiladi. Va inna ilayhi roji'un. Biz Allohning tarafiga qaytquchilardurmiz. Ya'ni oxiratda. Shu oxiratda biz Allohning dargohiga qaytgandan keyin bizga jazo mukofot beradi. Hadis shunday kelgan.
Men istarja'a indel musibe ajarahullahu fiha ve ahlafa alayhi hayra. Kimiki musibet yetken vaqtda istirja etsa, yani inna lillahi ve inna ilayhi raciun den mushtaq desa, Alloh taolo uningga ajr beradi va uningga texmi yaxshisini o'rin bosar qilib to'liqlab beradi deb. Hadisda shundoq kelgan ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki bir chiriqi o'chib qolgan edi. Payg'ambar alayhissalom istirjo etdi deydi. Shundoq qilgan ekan Oysha onamiz debdi, bu chiroq bo'lsa chiroq qartamashda istirjo etamlar. Ya'ni mushin musibat deb qaramlar degandek tariqada degan gapda bu. Deganda Payg'ambar alayhissalom shundoq dedi deydi. Mo'minga yetgan har qanday yomonlik u bir musibatdir. U mayli u musibat kichik bo'lsin, cho'ng bo'lsin, u bir musibat hisoblanadi. Shuni Alloh tarafdan kelibdi deb qarab, işte istirja ayta olsak, bu bizniki sabr qilganligimizni ifoda etgan. Alloh hammaylarni shu sabr qilishning maqomiga yetkazsin. Bu hadisni Imom Abu Davud o'zining mursal hadislari qatorida rivoyat qilgan deydi. Yana bir hadis shundoq kelgankin, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shundoq degan deydi. Hadisning mazmunida eng cho'ng musibat qaysi desa, payg'ambar alayhissalomningki bu dunyodan ketganligi debdi. Payg'ambarimizningki bu dunyodan ketganligi her bir müminge nisbeten çoğun bir musibet oldu gene. Onundan başka musibet o musibetin olduğu ötenmeydi o depti. Hadisin mezmunda açtan gap var. Hazır hem de bu bizim başımıza kelavatkan her türlü musibetler var. Her kanda müminge dünyanın her kaç yerlerdeki kandalı bir mümin olsun onun başına azdır köptür musibet geliyordu. Bu musibetlerin hemmisi Peygamber Aleyhisselam'ın ma dünyadan ketkenlik musibetiga nisbatan hech qanday cho'ng musibat emas dedi. Demek ekan. Yeni bir nuqtadan tushunasakmi, oxirat yurtiga nisbatan, oxirat yurtiga nisbatan bu dunyo hech qanday narsa emas endi. Bu dunyo Allohning nazarida bir chivinning qanchiga qanatiga teng kelmaydi degan mazmundagi hadisim bor endi. Ashta bo'lgan ekan, bu dunyodagi musibatlarni biz cho'ng bir sanab ketib, uningga vah deb ketishimizning hojati yo'q endi. Bu mushunga to'g'ri muomala qilish har bir mo'minninki iymoni quvvatiga bog'liq ish endi. Ulaika alayhim salavatun. Shular bo'lsa, ya'ni ashundaq musibat yetgan vaqtda sabr qila olganlarga Parvardigor tarafdan mag'firatlar bordir va rahmat bordir, ne'mat bor. Shular bo'lsa, haqiqiy to'g'ri yo'lga hidoyat qilingan kishilardir deydi. To'g'ri yo'lga boshlangan, Alloh taolo to'g'ri yo'lga boshlab qo'ygan kishilardir. Xo'sh, bu mazmun tugadimdi. Keyingi oyatda Alloh taolo shunday deydi: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Safa bilan Marva haqiqatan Allohning dinining alomatlaridir. Haj qilgan yoki umr qilgan odam ularning orasida sa'i qilsa hech bak yo'q. Kimki o'z ixtiyori bilan biror yaxshilik qiladi ekan, Alloh uning mukofotini beradi. Alloh albatta shukrning mukofotini berguchidir. Alloh hammani bilguchidir. Yine Safa Marva degan Makkadagi ikki tog'. Yine haj qilgan va umr qilgan odam Baytullohni tavoqib bo'lgandan keyin sa'i qildigan o'rinimni sa'i qilish. Safa bilan Marvaning orasida, Marva bilan Safaning orasida işte 7 aylanimiz hamda. Mushu Safa Marva Allohningki dinining alomatlari, shuarlaridan. Bu şair degan shairatun ko'pligi deydi. Shunda bo'lgan ekan, kimiki Baytullohni haj qilsa yoki umr qilsa, ya'ni talabbasa bil hajji avil umra degani haj yoki umrga umrning faoliyatlarini boshlagan bo'lsa degan bo'ldi ekan. Bu ikkisining aslisi ya'ni haj, umra degan gapning asli ma'nosi nima bo'lsa, maqsad qilish, ziyorat qilish degan gap deydi. Kimiki Baytullohni haj qilsa yoki umr qilsa, uningga gunoh bo'lmaydi. Shu Safa Marvaning orasida sa'i qilsa. Yatta vafa degan mishadaliq Safa Marvaning orasidagi mingishib qarta deyilgan gapda bu. Bu yatta vafaningki asosi uningda to degan cho'ng tog'a idg'om qilinib ketgan. Ya'ni
Yetatavvafa degan gap aslisi. Uni idg'om qilib yattavvafa bo'lgan deydi. Ana shu Safa Marvaning orasida sa'y qilish orqali ashta maqsad gunoh bo'lmaydi. Nimishqa endi gunoh bo'lmaydi deb atoyatan Alloh taolo bu yerda mushta degan desa bu oyatning nozil bo'lish sababi musulmonlar ana shu Safa Marvaning orasida minishni yomon ko'rgan dastlabda deydi. Nimishqa desa chunki jahiliyat davridagi kishilar Safa Marvaning orasida sa'y qiladi. Halbuki Safa Marvaning ustida ikki dona but bo'lib u mushriklar jahiliy davridagi kishilar ana shu ikki butni silaydi deydi. Shunda bo'lgan ekan, bular bu jariyat davridagi odamlar mushunda qildigan bir joy bo'lsa bu. Biz endi hozir Safa Marvaning orasida maqsaq, shu burunqi holatni eslagandek, ashta bir ish bo'lib qolarmi degandek ko'ngilda bir harajis qilgan gap endi. Harajis qilib, mushta ahvol bo'lgan chaqda Alloh taolo oyatni nozil qilgan edi. Hozir ham Allohning rasuli sa'y qilinglar degan bo'lgan ekan, sizlarga sa'y qilsanglar hech qanday bir gunoh bo'lmaydi degan tariqada deyotdi bu gapni. İbn Abbas radhiyallohu anhudan shunday rivoyat qilingan. Bu Safa Marvaning orasida sa'y qilish farz emas. Nimishqa desa, chunki fala junaha alayhi ay yattawafa bihima degan ekan, bu yerda ixtiyorlikni berganda bir gap qoldi. İxtiyorlikdan iborat gunohni ko'tarib o'tish ma'nosi bo'lg'achqa İbn Abbas radhiyallohu anhuma Safa Marvaning orasida minish bu farz emas. Chunki oyatda alaqi ixtiyorlik berib gunohni ko'tarib o'tganlik bir ma'nosi bo'lg'achqa shu farz emas deb qaragan ekan. Lekin İmam Şafii va undan boshqa olimlar bo'lsa Safa Marvaning orasida minish bu hajda bo'lsin, umrda bo'lsin, uning bir rukni hisoblanadi degan deydi. Shundaqla payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu Safa Marvaning orasida sa'y qilishninki farz ekanligini innalloha kataba alaykum sa'ya degan mushu so'z orqali ifodalagan, bayon qilgan. Yani Alloh taolo sizlarga Safa Marvaning orasida sa'y qilishni farz qildi degan bo'lgan ekan, bu Safa Marvaning orasida minish farz. Uni mangmasak hajimizda va umrda bir farzni tark etgan bo'ldik ikimiz. Bu hadisni İmam Bayhaqiy va uning boshqalari rivoyat qilgan. Va yana payg'ambar alayhisalom shundoq degan: "Abda'u bima bada'allohu bih." Alloh boshlagan narsa bilan boshlayman. Yani Alloh taolo Safa Marva deb Safani boshda degan bo'lg'achqa, shu sa'y qilgan vaqtda dastlabda shu Safa Marvadan Safa tag'idan boshlab meni boshda qilish kerak demoqchi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Va man tatawwa'a kimiki nafl qilsa, ya'ni ixtiyoriy bir yaxshi amalni qilsa, tatavvu degan. İxtiyoriy bir yaxshi amalni qilsa, Alloh taolo uning shu qilgan amalini ko'rib turguchidir demoqchi bu yerda. Alloh taolo uning amaliga qarata savob berish bilan shukr qilguchidir va uning qilgan amalini bilib turguchidir. Yani Allah albatta shukrning mukofotini berguchidir. Alloh hammani bilguchidir demoqchi ekan. Va tatavvu degan yana bir qiroatda ya bilan o'qilgan deydi. Ta'ning tashdid bilan. Yani yattavva deb buni o'qilgan ekan. Meczum holatda deydi. Uningdimi ta'ni cho'ng tog'i idg'om qilib o'tish. Yani bir yerga bir yaxshi amalni ixtiyor qilsa degan fa'amila ma'lum yajib alayhi min tawafin va g'ayrihi. Endi o Safa Marvaning orasida minishga aloqador gapni qilib ketib, ma gapni qilishga maqsad nima bo'lsa, farz hajda va siz umr qilishni niyat qilib berib umr qilgan vaqtda endi Safa Marvaning orasida minish u nima bo'ldi? U bir rukun bo'ldi endi. Lekin Baytullohni o'z ixtiyoriqingiz bilan ixtiyoriy holatda, ya'ni o'zingizga farz qilib olmasin, ixtiyoriy holatda tavob qilgan bo'lsangiz, o chaqda buningmi savobini Alloh taolo beradi. Bu nihoyat katta yaxshi ish demoqchi yani. Va undan boshqa har qanday bir amalni, masalan zakat berishmi islomningki bir farzlarining birisi. Zakatdan boshqa masalan sadaqa, nafl sadaqalarni bersak va undan boshqa 5 vaqt namozdan boshqa nafl namozdan o'qisak, buning hammasi musulmonga nihoyat savobi ko'p bo'lgan ishlardir.
Xo'sh, endi keyingi oyatda Alloh taolo shundoq deydi. Innallazina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullohu va yal'anuhumul la'inun. Bu oyat Yahudiylar haqida nozil bo'lgan deydi. Bu kitobda, ya'ni Tavratda kishilarga to'g'ri yo'lni aniq bayon qilganimizdan keyin biz nozil qilgan Muhammad alayhissalomning rost payg'ambar ekanligini isbotlaydigan ro'shan dalillarni va to'g'ri yo'lni yushirganlarga Alloh la'nat qiladi. Ya'ni rahmatini yiroq qiladi. La'nat qiluvchilar, ya'ni farishtalar va mu'minlarmi ularga la'nat qiladi. Yine innellezine yektumuna degan haqiqatan yushirganlar kishilarga nimani desa, biz nozil qilgan ro'shan hujjatlarni va to'g'ri yo'lni. Bu ro'shan hujjatlar qaysi desa, shu Tavratda kelgan e, zina qilganlarni chalm kesak qilish, to'y qilib bo'lgan turuqliq, ya'ni zina qilganlarni chalm kesak qilish va undan boshqa Muhammad alayhisolamning sifati qatorliq mushundoq mazmunlarni yushirganlar. Nimadan keyin desa, biz kishilarga kitobda, ya'ni Tavratda uni bayon qilib bergan ekan. Mushuna yushirganlarga Alloh la'nat qiladi. Ya'ni ularni rahmatidan yiroq qiladi va ularga la'nat qiluvchilarni la'nat qiladi. Bu la'nat qiluvchilar kimlar desa, farishtalar va mu'minlar yoki har qanday narsa ularga beddua qilish bilan la'nat qilib, beddua qilish orqali la'nat qiladi. degan bo'lgan. İllellezine tabu. Faqatla tövbe qilganlar buning sirtida. Yine ashta qilib bo'lgandan keyin yana o'zing qilgan qilmishiga qilgan kayni yenib qilgan qilmishiga tövbe qilganlar va amalini isloh qilganlar va yushirgan narsani bayon qilganlar. Biz yushirib ketamiz, endi buni haqiqati ma'lum edi, mushta bayon qilganlarga kelsak, shularning tövbesini men qabul qilaman deydi Alloh taolo. Yani Alloh taolo rahimdil zatimni. Her qanday bir banda shunchalar og'ir gunohni qilgan bo'lsa-mu, hattoki Alloh shirik keltirgan gunohni qilgan bo'lsa-mu, o'lib ketishdan burun, o'lim ketishdan burun haqiqiy tövbe qilib Allohning tarafiga qaytgan bo'lsa, Alloh uning tövbesini qabul qildi ekan. Alloh taolo rahimdil zot. Fa ulaika atubu alayhim va ana at-tawwabur rahim. Men mu'minlarning tövbesini qabul qilguchi va rahimdil zot turman dedi. İnnellezîne keferû ve mâtu ve hum kuffarun. Hem de yukarıda Allah Teala illellezîne tabu deb yukarıdaki ayette aşina kılganlarning içinden kılgan kılmışıga keyin tövbe kılganlarning tövbesini kabul kılmadı dedi Allah Teala. Hem tövbe kılmay ölüp ketkenlik qanday oldu o? Küpür altıda yaşap, şu küpür altıda tövbe kılmay ölüp ketkenler. Bular meyli Yahudi olsun, Hristiyan olsun, her kandak bir insan olsun. Allah'ın birlik barlığına işenmeyi, tevhid itikadı bulmay, işte küfürlük kılıp, şu küfürlük altını ürüp ketkenlerin ahval kanda olduğu dese, ayet şununla enik delillemdi. Şununki ahvalını bayan küfür oturdu. Hakikaten küfürlük kılganlar ve şu kafir halıda ürüp ketkenler, ayetler olsa, onlara Allah'ın laneti, ferişlerin laneti ve cimiki insanların laneti bulundu oraydı. Yani ular, ayet lanetke layık bulundu dünya ve ahirette. Ama aşk küpür altı ölüp ketkenler şu dozaktan mengü altı mengü kep kalgan insanlar ekan. Lekin ölüm kelishdan burun tövbe qilgan bo'lsa, yine Alloh taolo rahimli zot, tövbeni qabul qilsa zot, uni tövbesini qabul qiladi. Bu oyatga annas tin kim murod esa bir qarashda bu bütün insonlarga om deb, bütün insonlarni ko'rsatdi, om debdi. Yana bir qarashda mu'minlar deyilibdi. Demak, endi har qanday bir inson shu kufr holida yashab, kufr holida o'lib ketgan bo'lsa, uni oqibmishdan bo'lgan gap. Xolidina fiha. Ular shu la'natdan mangu qolguvchilardir. Ulardan azob yengiltilmaydi. Ko'zni yumib ochqichi yengiltilmaydi. Ularga muhlat berilmaydi. Tövbe qilib uchun yoki bir o'zini bayon qilib uchun muhlat berilmaydi. Alloh taolo meni bu ahvoldan saqlasin, iymon bilan yashab, iymon bilan ketishimizni nasib qilsin oxiratga. Xolidina fiha degan yana la'natning ichida yoki shu la'nat bilan berishga loyiq bo'lgan
e, ilip berilgan şu dozakның içinde. Şu lanetning sebebiyle ilip berilgan dozakның içinde mengü kalgıçlardır. Ama çoğun günah ötküzüp kalan adamlarga nispeten ularning ahvol qanday bo'ladi desa, o'zi mo'minkan, Allohning birlik borligiga ishondikan, tavhid e'tiqodi ekan, lekin cho'ng gunoh o'tkazib qo'yibdi. Unda bo'lsa, u cho'ng gunoh o'tkazgan bo'lsa-mu, shu cho'ng gunohga tövbe qilmay o'lib ketgan bo'lsa, mo'min holatida, ya'ni iymon bilan u dunyoga ketganlar bo'lsa, oxiratda bu Allohning mashiyatiga bog'liq ekanlar. Alloh xolisa fazl marhamatiga deb uni kechirib o'tadi, xolisa uni azoblaydi. Azoblagan taqdirdami, do'zaxda shu kuyib gunohlari tugagandan keyin nomini jannatga chiqaradi. Yoki shafaatga erishadi masalan. Mushtaq gap. Hem keyingi oyatda Alloh taolo deydi: "Estaizu billah ve ilahukum ilahun vahid. La ilahe illa huver rahmanur rahim." Bu oyat mushriklar bizga Parvardigarimiz sifatlab bergin degan chaqda nozil bo'lgan edi. Bizning Parvardigorimiz shundoq Parvardigordirki demoqchi. Ya'ni sizlarning ilohinglar ibodat qilishga loyiq bo'lgan ilohinglar bir ilohdir. Yani uning zotida va sifatlarida hech qanday o'xish yo'q bo'lgan bir ilohdir. La ilahe illahu. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. U Rahman Rahimdir. Endi ular Alloh taoloni sen mushta sifatiding, unda bo'lsa buning alomati nima deb talab qilgan vaqtda tuvanik oyat nozil bo'lgan edi. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Yine Allah Teala'nınki aslında kudreti ulug, yegane bir ilah ekanligining dalili shuki demoqchi. Haqiqatan osmonlarning va zaminning yaratılishida, yine osmon zamindagi ajoyib g'aroyib ishlarda ve kecha bilan kunduzning almashib turishida. Ya'ni kunduz ketadi, kech keladi, kech ketadi, kunduz keladi. Va ba'zida kunduz ziyod bo'ladi, kecha qisqa bo'ladi. Mushundaq ahvollarda ve dengizda ketayotgan kemalarda vala tarisi bu degan dengizda shunda suvning tubida cho'kib ketmay, ashta ketayotgan dengizda mengayotgan ashta kemalarda mavquratan degan ko'tirgan holatda kishilarga manfaat qilgan narsani. Kishilarga manfaat qilgan narsa nima desa, tijorat mollari va turli ko'tarilgan o'sha kemalar, paroxtlar ko'tarib ketayotgan o'sha narsalar. Mushundaq kemalarda demoqchi. Va yana shundaqla Alloh taolo osmondan tushirgan yomg'irda va shu yomg'ir bilan zaminni tirildirganligida, o'simliklarni o'stirish orqali zamin qurib ketgandan keyin zaminni ashta tirildirganligida. Va batha fiha min kulli dabba va zaminda turli hayvonotlarni tarqatganligida. Chunki ular hayvonlar shu zamindan o'sgan turli o't yashlar bilan mol hosillar bilan o'sidi, cho'ngiladi deydi. Ve shamanlarninki chiqishida, shamanlarning issiq bo'lib, sovuq bo'lib, janubdan shimoldan ashtaq har xil chiqishlar deydi. Shamanlarning shamal yo'nalishlariniki o'zgarib turishida demoqchi ekanman. Menda tasrif degan gap yana taqrib o'zgarib turishida demoqchi. Janubdan chiqadi, shimoldan chiqadi, issiq chiqadi, sovuq chiqadi degandek. Va sahabil musaxxar ve boysundurulan bulutlarda, Allah'ın emri bilen boysundurulan bulutlarda. Bu bulutlar Allah halan tarafke mağdu. Osman bilen zeminin arasında. Bila ilakatin, hiç kanda alakasız adette. Muşu mucizlerin hemmesi de elbette delil alametler bağdır. Allah Teala'nınki vehdaniyetiga, Allah'ın birlikiga yaraydi. Tefekkür kılgan, düşündüğün kavim için. Yani bunu şu Allah Teala'nın birlik ve barlıkınınki delil ispatı demek. Yani
Osmonlarning va zaminning yaratilishida, kecha bilan kunduzning navbatlashishida, kishilarga foydali narsani ilib dengizda uzib yurgan kemalarda, Alloh bulutdan yog'dirib bergan, o'lgan zaminni tirildiradigan yomg'irda, yer yuziga tarqatib o'tgan hayvonotlarda, shamol yo'nalishlarining o'zgarib turishida, osmon zamin orasida bo'ysundirilgan bulutlarda, mushu ishlarning hammasida tushunadigan kishilar uchun albatta Allohning birligini ko'rsatadigan dalil alomatlar bordir demoqchi. Alloh taolo hammaning manfaatiga ilm ato qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.